Ketdi. Assalomu alaykum. Mana Benaviton quyish xizmati, Benaviton masallalari tayyorlanyapti. Hozir ko'rsatib qo'yapti operator. Semun Selimarka, semun un qo'shiladi, semun bilan un qo'shiladi. Mana apparatlarimiz apparatlar orqali ikkinchi etajga doğru shlankalarni ko'rsatib, mana uyda ham ko'rsatib, uylarda ham ikkinchi etajga doğru. Mana uylarimiz. Mana ikkinchi etaj mashina. Chiqib beradi ikkinchi etajga doğru. Tayyorlanish jarayoni hozir sizlarga kecha quyilgan joyini, qatigan holatini ko'rsatamiz. Hozir olib chiqib va quyilish jarayonini ko'rsatamiz. Mana loyimiz ham tayyor bo'lib qoldi, xudo xolasa. Loyimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Hozir quyilish jarayonini ko'rsatamiz sizlarga. Shu holatda ikkinchi etajga o'tib beramiz. Mana azizlar, Benaviton masala tayyor holati. Hozir seviyorsa mana buni yopib, mana azizlar, mana Benaviton quyilish jarayoni. Mana mahsulotli sement, un, pena, fibra. Bir kunda 150-200 kilogram joyga bemalol quyib beramiz. 12 ta viloyatga xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qalinligi 5+7 santimetrda bo'ladi. Narxlarimizga kelsak, vodiy bo'ylab 45 ming so'm, voha tomonlarga 55 ming so'm. Obyomi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan narxda qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa sifatli Benaviton xizmati qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bir kunda ishlaring tez bitadi va oson, sifatli bitadi. Qattiqligi qattiq sementavoy bo'lganligi uchun yorilmaydimi deganlarga ma'lum miqdorda yoriladi. Treshina tushadi sementavoy bo'lganligi uchun. Bemalol xizmatlaringizni ko'rsizlar, mana 10 minutda 20 kvadrat joyda bizga vaqtda qoqilgan holatda, tom yopilgan holatda bo'lsa bo'ldi. Dardivorlari urilgan bo'ladi. Uzoqlik, masofatini bizga farq qizig'i yo'q. Qayerda bo'lsa borib kelamiz. Hozir qatigan holatini ham ko'rsatamiz. Ish jarayonida. Mana quyilish jarayoni. Loyiha ustidan yuboryapti. Remont bo'lgan bo'lsa ham iloji boricha pastga suv o'tkazmasdan remont bo'lgan joylar, uylarga ham, xonadonlarga ham shunaqa ustidan beraveramiz. Iloji boricha pastga suv o'tkazmaslikka harakat qilamiz. O'tmaydi pastga. Remont bo'lgan joylar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tomi to'lib qolgan xonadonlar.
beton quyilgan